پاسسىپ ياخشىدىن ئاكتىپ ياخشىغا. ئاپتورى مۇستاپا ئىسلامئوغلى. 2. bab 8. qism. ئۇقۇمۇشلۇق zat o'zini بېغىشلاش روھىغا ئىگە بولغاندىلا ئالىم بولىدۇ. İbn Taymiya o'zini بېغىشلىغانلاردىن edi. Onun bilan davrdaş nurg'un olim yoki saroy dasturxonlarining doimliq mehmini yoki hech qanday ish bilan kori yo'q beparvolardan bo'lgan edi. U "Men olim" deb saroylarda yurmadi. Ummatning dardiga darmon bo'lishga tirishdi. Qayda ummatning zaminini ishg'ol qilgan mo'ng'ullarga qarshi ittifoq tuzish uchun elchi bo'lib bordi. Qayda ularga qarshi jihad qildi. Moğollarni ayın jalutda tunji qatim ig'ir mag'lubiyatga uchratgan mamluklarni Moğollarga qarshi urushga qoyil qilganlarning birisi u edi. U nurg'un ish qilgan bo'lib, ba'zida xatolashib qolgan edi. Faqat hech ish qilmay yotganlarla xatolashmaydi albatta. U usta notiq bo'lib, hissiyotga boy edi. Düşmaniga o'lgichi dushman bo'ldi. Yaxshi ko'rganlarni hayotining oxirigacha yaxshi ko'rdi. Davosini oxirgi nafsigacha davomlashtirdi. Bu yo'lda Qohirada 2 qatim 2,5 yil zindonda yotdi. Uning ijtihod bilan javob berishga ojizlik qilgan saroy o'limasi uningdan qutulish uchun kuch ishlatgan edi. Talaq haqidagi Qur'onga muvofiq, lekin an'anaga muxolif keladigan ijtihodiy sabablik Shamda zindonga tashlandi. Qabr ziyoratiga qarshi chiqish jinoyati sababidan zindondagi birdan-bir hamroyi bo'lgan qog'oz qalammo uningdan tortib olingan edi. Yazmasam qat'iy bo'lmaydi deganlarni bir yerlarini qanatib turib qini bilan yozgan edi. Oxiri u o'ziga qartilgan razil muomala sababidan zindonda vafot bo'ldi. Mana buningdek bir hayotni o'zini atash ro'yidan boshqa nima bilan izolay olamiz? Jamoliddin Afg'oniy o'zini ataganlardan biri edi. U aslida Jafari mazhabiga mansub bir azari bo'lib, oilasi Iran Ozarbayjonida edi. Mazhabini din qilib olganlarning sharridan va tilidan qutulish uchun Afg'oniy taxallusini ishlatgan bo'lsa-mu, lekin yanala ularning tilidan qutula olmadi. Afg'onistonda vazir bo'ldi. Uning mansubiyati islom, qavmiy ummat, mazhabiy tahqiq, ya'ni izdinish, mashrabiy qiyam edi. Barma bu yerda qolg'in degan dadisiga o'zini uchmasa o'ladigan bir burkutdak his qilayotganligini aytib, dadisining so'zini qabul qilmadi. İngilislarning odami Shir Alixon taxtni tortib olgandan keyin Afg'onistondan palandi. U inglizlarga qarshi hindi musulmonlarni qo'zg'ash uchun Hindistonga keladi. U yerda Shoh Valiyulloh Dahlavining isloh iqimiga agashganlar bilan zich munosabat o'rnatdi. Uningdan keyin izdinish sababi bilan Najaf va Hijozga berib, bir mezgildan keyin yana Hindistonga qaytib keladi. İngilislar uni Hindistondan palib etdi. U Azharga kelib, Azhar olimlarini o'yqitishga tirishdi. U yerdan Istanbulga kelib, bir qatim leksiya so'zlaydi. Osmonli davlatining yiqilishi uchun o'raq qeziyotgan ajnabiylarga o harpidak egilgan saroy o'limasi Afg'oniga qarshi odak tik turdi. Payg'ambarlik san'atlardan bir san'at dedi deb uni ajnabiylar bilan birlashib Istanbulda qo'g'laydi. U chorasiz Misrga qaytib keladi. Sobiq bosh ministr vazir Afg'oniy Qoyirada
Bosna qəhvəxanasını özüge makan qılğan bulub, o'quvchisi Abdullahdan tartib, ətrafıga cəm bolğan alim, siyasətçi, hərbi, sodigar, musulman, g'ayri-musulmonlarga Sharq va G'arbni yaxshi tushunishga, taqlidni tashlab izlanishga, tafriqchilikni tashlab birlashishga da'vat qiladi va ularga qarshilik ko'rsatish ro'yini singdirdi. Bu mezgilda islom ummatining hamma tarafı ochiq yoki yepiq holda G'arb tarafidan ishg'ol qilingan edi. Afg'onining faqat birla dardi bor bo'lib, ummatni bu ishg'oldan qutuldirib, birlashtirishni arzu qiladi. Buning uchun u qo'lidan kelishicha tirishgan bo'lib, oldi bilan Shotlandiya Mason, ya'ni Yahudi uyushmasiga a'zo bo'ladi. Keyin Fransiya uyushmasi qurilishi bilan Shotlandiya uyushmasini tashlab, Fransiya uyushmasiga a'zo bo'ladi. Bu mezgilda Misr inglizlarning ishg'oliyat xavf ostida edi. Bu uyushmalar o'z vaqtida besimga uchrayotganlarning o'zaro tashkillanish uslublaridan biri edi. Lekin Afg'oni bu uyushmalarning G'arb davlatlarining 5-tarmoq faoliyatlarini elib boradigan organ ekanligini uzun o'tmasdan his qiladi. Ingliz val ahdining Qohirani ziyorati bir juma kuniga to'g'ri keladi. U juma xutbasida bu uyushmalarning abdibashirisini ichib tashlaydi. Keyin u Misr uyushmasini qurib chiqadi. Bu uyushma 300 a'zosi bilan Misrda Yevropa nufuziga qarshi bir sharq millatlari markaziga aylanadi. İnglizlar Yediviga besim ishiltishga boshlaydi. Shuning bilan Afg'oni bir kuni yarim kechida Chamdinini elishga ulgurolmagan holda Qohiradan ayrilishga majbur bo'ladi. U yanchiqidagi 3 Osmanlı lirasi va uchisidagi kiyimi bilan talada qolgan edi. Reytimda o'ziga bir litap ichida pul tanlagan Ahmad Naqavi apandiga bergan javobi o'zini beg'ishlaganlarga xos so'z edi. Pulingni yanchiqonga sol. Shuni obdan bilginki, shir qayerga borsa, o'ljisim shu yerga keladi. U Hindistonga qaytdi. Misrdagi Orabiy qo'zg'aling'i mezgilida inglizlar uni nazarband qiladi. Sudan Madi harakatining foydasiga inglizlar bilan suhbatlashadi. Parijga boradi va Urvatul Vusqa jurnalini nashr qiladi. İnglizlar bu jurnalni setib olg'uchi yoki saqlag'uchilarni turmaga solaydi yoki jarimani qo'ydi. Keyin u Eronga berib, Eron shoyini Ingliz imperiyasiga taslim bo'lmaslik uchun qoyil qilishga tirishdi. Kavkaziyadagi musulmonlarni uyg'otish uchun u yerga bordi. U yerdan Ingliz imperiyasiga qarshi turishga qoyil qilish uchun Moskvaga bordi. Sankt-Peterburgda islom birligini targ'ib qilgan gazet nashr qiladi. Eron shoyini qoyil qilish uchun yana Eronga boradi. Eron shoyi uningdan qutulish uchun uni zindonga tashlashga buyuradi. Shuning bilan u Abdul Azim maqomiga kirib oladi. Oxir uni surgun qilish haqida farmon chiqardi. Shuning bilan 500 askarning nazoratida maqomdan chiqarilib, qahrdan qish kunida 1001 zulm bilan Osmonlining Iroq chegarasiga opirib tashlab etiladi. U 1001 mushaqqatda Istanbulga keladi va jasuslarning nazorati ostida hayotini davomlashtirdi. Yo'qsullik va kasallik sababidan shubhalik bir shaklda vafot bo'ladi. Hayotida uning bola chaqasi beshini tuqqidek bir kapsimi bo'lmagan edi. Mana mundaq bir hayotni faqat o'zini beg'ishlash ro'yi bilan izohlag'ili bo'ladi. Musa Jarullamo o'zini ataganlardan edi.
dastlabda ilm va tajribaga ega bo'lish uchun Rostov, Qazon, Buxoro, İstanbul, Makka, Madina, Düband, Sham, Beyrut qatarlıq joylarga borgan. Kommunist inqilobidan keyin musulmonlarning hurligi uchun kurash qilgan va Buxoroda kommunistlarning madaniyat buzg'unchiligiga shohid bo'lgan edi. U Leningrad jamiasida imomlik qilib musulmonlarning haqqini qo'g'digan edi. Keyin kommunistlar tarafidan qo'lga ilinib, surgun qilindi. 1926 Мәккеде, 1927 Quddusda xilofat qurultayga qatnashgan. Keyin mamlakati Qozonga qaytib kelgan bo'lib, Moskva uni o'ldirish haqida qaror chiqardi. Shuning bilan 1930 oilasi va bolalarini tashlab, jinini qutqizib qoladi. U shuningdan tortib oilasi va bolalarini qayta ko'rolmadi. Musulmonlarning ahvolini qaytadan kuzatish uchun Afg'oniston va Hindistonga bordi. Misrda turk tarixiy qurultayga qatnashdi. Berlinga bordi va u yerda Latin yezig'iga qarshi arab ilifbasidagi matbaaxona qurdi va ba'zi asarlarni nashr qildi. İran va Iroqqa berib, Shia ulamo bilan ummatning nijotligi uchun muzokara elib bordi. Qaytadan Misrga, ondan Hindiston va u yerdan Yaponiyaga bordi. Yaponiyada mashhur yapon olimi Toshiko Izzotso'ga ustoz bo'ldi. Hindistonda inglizlar uni yapon tarafdori deb qo'lga oldi va 1,5 yil turmada yotdi. Qoyirada 19 yildan buyon ko'ralmagan ayoli va bolalarga bo'lgan hijron o'tida olamdan o'tdi. Ruslar uning o'g'lini harbiy uchqich qilib tarbiyalab chiqdi. O'g'li urush jarayonida aeroplan bilan Germaniyaga qochib ketdi. U dadasini ko'rishni orzu qilgan edi. Lekin u yetib kelganda dadasi allaqachon vafot bo'lgan edi. Qur'on shoiri Mehmet Akif o'zini ataganlardan biri edi. Mayli Osmanlı davri bo'lsin yoki Cumhuriyet davrida bo'lsin, uning o'qituvchi bo'lishining orqasida hech qanday shaxsiy g'araz yo'q bo'lib, faqat tillarda daston bo'lgan o'zini bېغىشلاش ro'yi bor edi. O'zini bېغىشلاش ro'yi bilan uni islom birligi da'vosi yo'lida Berlinda asr musulmonlarga xitob qilgan vaqtida yana bir qatim ko'ramiz. Uningdan boshqa bu da'vo yo'lida qushchi beshi Ashraf bilan Najd cho'llarida ketayotganda ko'ramiz uni. Bu safar jarayonida Al-Muzamma vokzalida uningga bir telegraf keladi. Telegrafda dushmanning Çanaqqale'dan mag'lub bo'lgan holda chekinayotganligi haqidagi xush xabar yozilgan edi. Akif kecha qorong'uligida vokzaldan chiqib, cho'l qumliq ichida shukr sajdasi qiladi. Pushchi beshi sajda holatida turayotgan Akifning yig'ilgan ovozdan tong otqicha uxlay olmaganligini aytadi. Akif o'zini pido qilgan qadriyatlar, hokimiyatni changilg'a kirgizib olgan bir turkum kishilar tarafidan xo'rlanadi. Tirik vijdon egisi bo'lgan Akif bu ahvolga sukut qilib turmaydi. Har qandoq aktip yaxshi qilishga tegishli ishni qiladi. Albatta, ey kishi, koring bo'lmasin, yo'ling ravon bo'l deyolmayman. Ko'ngil bilaman. Gah bo'laman payxon, gah qilaman payxon. Va lekin haqni tutib turg'izaman degan bir kishidan zulmga sukut qilib turishni kutmaysiz balkim. Bu qitim hokimiyatning besimiga duch keladi va ko'zidan qon yosh oqqan holda Misrga ketadi. Keyin ig'ir kasalga giribdor bo'lgan holda qaytib keladi.
O, o'zini bېغىشلاشنىڭ odamga loyiq bir ish ekanligini ulgulik shaklda o'zidan keyingi naslga mana mushundoq jonliq holda o'gitidi. Said Qutub o'zini bېغىشlaganlardan biri edi. O'zini Misrning oxirgi piravini deb ta'riflagan arab millatchiligi ideologiyasiga mansub bo'lgan Jamal Abdun Nasir tarafidan o'limga hukm qilingan edi. O, Tanzimul xos ismli davlatga qarshi maxfiy tashkilot qurganlik jinoyati bilan darga esilgan edi. Amaliyotda davosiga bo'lgan sadoqat uni dar oldiga elib borgan edi. Misr diktatori oldida bosh egmidi. E'tiqod qilgan da'voga oxirigacha sodiq bo'ldi. Apo so'rsa kechirim qilindiganligi aytilganda bir musulmonning bir munofiqdan hargizmo apo so'rmaydiganligini aytib, bu taklifni rad qilgan edi. Agar Allohning qonuni bilan hukm qilingan bo'lsam, haqning hukmiga roziman. Agar batil qonunlar bilan jazoga tortilgan bo'lsam, batildan va munofiqlardan shafqat tilamayman. Men Alloh yo'lida qilgan bir ish uchun afu so'ramayman. Namazda Allohning bir ekanligi uchun ko'tarilgan barmoqim bir tağutning hukmini tasdiq qiladigan bir harfnimi hargiz yozmaydi degan ushbu so'zlar uningga oid edi. Said Nursimo o'zini ataganlardan edi. O'zini bېغىشlagan bu yo'lda oldiga chiqqan har qanday bir to'salg'i uni bu da'vodan voz kechgizolmadi. O'zini bېغىشlagan da'vo uchun qaqmagan ishik, olmagan roli qolmagan edi. Kuni keldi, Salonik maydonlarida ittihodchi, ya'ni hamkorlashquchi Osmonlining oxirgi mezgilda qurilgan tashkilotlar orasida "Ey jamiyati ahrar", ya'ni hur kishilar deb nutq so'zladi. Kuni keldi, volqonning batlarida ittihodchilarning jinoyatlarini yuziga urdi. Kuni keldi, shaytondan va siyosatdan Allohga sig'inib panoh tiladi. Vaqti kelganda davlatni idora qilayotganlar bilan ko'rishdi. Davosiga diqqatini markazlashtirgan edi. U da'vo uchun o'lim jazosi bilan sotlandi. Oldingi safda jang qilishga to'g'ri kelganda oldingi safda yer oldi. Turmada yetishga to'g'ri kelganda turmada yotdi. Surgun qilinganda hayoti surgunda o'tdi. Sukut qilish zarur bo'lganda sukut qilib pinhonga o'zini band qildi. Uni xuddi hovlishi bilan o'rmonni titratgan shirdak pinhon makondan maydonlarga chiqargan ingliz siyosatchi Gladstone. Bu Qur'on musulmonlarning hayotida bo'lgan muddatcha biz ularni bo'ysundira olmaymiz. Nima qilib bo'lmasin, Qur'onni musulmonlarning hayotidan chiqarib tashlashimiz kerak degan edi. Van Wallace Tayir Pashaning sarayida bir gezdin bu xabarni ko'rib, "Men Qur'onning o'chirgili bo'lmaydigan bir nur ekanligini butun dunyoga ko'rsataman" deb Rabbiga va'da bergan edi. U kundan boshlab o'zini Qur'on davosiga atadi. U Vanda tafakkur uchun e'tikofga kirilgan Van qal'asi ichidagi g'arga qarab ketayotganda puti teyilib ketib, necha 10 metr cho'nqurliqdagi yerdan tushib ketgan edi. Rivoyat qilinishicha, u teyilib tushib ketayotganda faqat "Apla, mening davom" degan ekan. Da'vatoshlarim deb atagan Afg'oni va Abduqqa o'xshash Said Nursimo nayt ko'p ish qildi. Shuningdek, savallikdan xoli bo'la olmadi. Said Nursimo Abasa surasidagi hech kim Allohning buyrug'ini to'liq ado qila olmadi 23-oyat
ئادەتتىن مۇستەسنا ئەمەس ئىدى. Көңіл өзіні ixtiyari halda vəyiga atığanlarını көрішні xalaydı. Yığınçaqlığanda bir dava şu davağı özünü beğişlığanlarının qolu bilən yuqarı kötürülüdü. Allah dünyadımı, ahirətdimi ularning ismini yazıdı. Həmmə kişinin nəzir bo'lishini kütkülü bo'lmaydı. Lekin hər qandaq kişi özünü beğişlığanlarga yordam qilalaydı. Sizlarga bir nəzir, ya'ni ogohlantiruvchi kelmadimi? Aytdiki, albatta bizga bir nazr keldi. Mulk surasi 8-9 oyat. Ya Rabbi, bizni ular, ya'ni sening yo'lingga o'zini atganlarning qatoridan qilgin. Yo'lnoma. Do'stim, quyoshga, ziminga, suvga, bulutga qara. Lekin orqangga qarama. Kimning kelganligi, kimning ketganligi muhim emas. Unutma, yo'lovchi almishidu, yo'l almishidu, ammo manzil o'zgarmaydi. Yo'lovchiga qarab, yo'lga baho berma. Yo'lga qarab, yo'lovchini to'nig'in. Yo'lovchining haqidagi qimmatlik bahoyingni uningga qarta bergin. Qo'rqinchli bo'lgani shuki, yo'lning yo'lovchisiz qilishi emas, aksicha yo'lovchining yo'lsiz qilishidir. Yo'lsiz, nishonsiz, maqsadsiz, tengir qilgan, qayoqqa eqishini bilolmay qolgan suvdak bo'lib qolma. Eng to'g'ri yo'l tikansiz yo'ldir. Deganlar seni aldayotidi. Ular qorong'i uyida yuttirib qo'ygan narsasini ko'cha chirg'ining nurida izlayotgan hamoqatlardir. Parvo qilma, putunga sanchilgan tikanlar izdigan gulingning xabarchisidir. Tikandan vaysiganlar o'zini oshiqdek ko'rsatganlardir. Agar haqiqatan oshiq bo'lsa, tikannimi so'ydi. Do'stim, yo'llar mengish uchun bor. Lekin shu haqiqatni hargiz esingdan chiqarma. Mengish bilanla manzilga yetkili bo'lmaydi. Ammo manzilga yetib borganlar mang'anlardir. Yo'l bo'yi safarga atlanib, mang'olmay qolganlarni, yo'lda o'ltirib ketayotganlarning putiga putlashganlarni, yo'lda mistik kayib qilg'uchilar bilan yon yetib kayib sapa qilayotganlarni, chitlar bilan to'sigan yo'lni o'ziga zindon qilib, u yoqdan bu yoqqa chepib yurganlarni, maratonga go'yo 100 metrga yugurgandek kirib, 50 metrda to'xtab qolganlarni, safarning uzun va mushaqqatli ekanligini ko'rib, safarda o'shiq atganlarni, mengishni tashlab, yo'l, yo'lovchi va manzil haqida qalam yo'rg'ilatganlarni, putiga sanchilgan bir tal tikanni sazoyi qilib, umr bo'yi o'zini ko'z-ko'z qilganlarni, oq otliq nijotkorni kutib, ufuqlarga qarab o'ltirganlarni, xato yo'lboshchidan ranjib, yo'lini sotganlarni ko'rsin. Parvo qilma, yo'lingga mang. Ko'ksingga yuragingdan boshqa tumar asma. Vahiy xaritang, nabi yo'lboshching, aqling kompas, iymon dasmoyang, amal ozuqing, so'ygu kuch madoring, axloq xaraktering, adab zinnating, mehribonlik supating, sharaf va izzat isming bo'lsin. To'g'ri yo'l insonlarning ko'pchiligi mangan yo'li emas, tafakkur qilgan aql egillarining yo'lidir. Yo'lda oladigan har aramni o'zingni tekshirish o'tingida og'in. Unutma, tövbe o'zini tekshirishdir. O'zidan hisob elib turganlar boshqalarning hisob so'rashidan xoli bo'ladi. Har aram olganda to'g'ri yo'lda bo'lib, bo'lmaganligingni, manzilga qarab mang'anligingni tekshirib turishing,
Kiyim puşaymanға qalmaslığın üçün bəkmi moyum. Pat-pat yönəlişingni belgilab turuş zörür bolishi mümkün. Xəritini amanat qila alaydigan ən ishonchlik yer qalbingdir. Yana bir ish, kompasni yalğan magnetlik joylardan, xata signallik to'lqinlardan yiroq tut. Istirılkini xata tarafga qartib qo'ysa, bilmay qilishing mumkin. Yo'lda bexatar ilgirlishing uchun zarur shartlarning beshida idrok keladi. İdrakingni buzadigan har qandaq apyundan yiroq turg'in. Havasing, andishang va qo'rqungning idraking ustidagi adashtirg'uchi ta'sirini obdan bilishing lozim. Allah'tan başqasından qo'rqsang, qo'rqqan narsangning beshingga keladiganligini aniq bilgin. Yo'lda tushadigan eng cho'ng qapqan, o'rinsiz andishlaringning sanga qurgan to'ziqidir. Ya'ni nafsing sanga qurgan to'zaqdir. Aq yo'l bo'lsin, do'stim. Davomı var.